Hammaga bizning navbatdagi ishimiz boshlab oldik. Xulosa bu ishimiz Xonqor tumani Pobeda mahallasindagi Sevruxor ko'chasi 38-joy. Birimizda ko'mirdan topib qo'yamiz. Xulosa Nakat yo'limizga bo'yicha ikki kitob farzandim. Dasaylan turbalarimiz. Turbalar o'shalarning ko'pir qonligi. Dasaylan batareyalarimiz. Batareyalarimiz 5-8 alüminyum. Xohlasa o'ziga tash jarayoni yetibdi. Devorlar chiqlari. Siz mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, basseyn bilan aloqa chiqarasizlar. Shuningdek, batareyali kotol kerak bo'lsa, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, ishlab chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.